Assalomu alaykum aziz barodarlar. Bugungi mavzuyimiz ya'ni elektronik pochta mayl yaratish sizlarga ko'rsataman. Agar videoni ko'rishni istasalaringiz, agar kashlogga ochishni xohlasalaringiz, to videoning oxirigacha tomosha qilingizlar. Mana bu yerda bor registratsiya qilamiz. Mana bu yerda tanlaymiz nimalari bor. Avvalo birinchi sizlar ko'rsatay, mana registratsiya qilamiz. Xo'sh. Barodarlar, mana bu yerdan nomingizni yozasiz. Masalan, men o'zim nomimni yozaman. Mana men lotincha harflarda emas, u kirillitsa harflardan. Biz tomonda shunaqa harflar bor. Husniddin Qayumov yozdim. Masalan, bu mening nom bilan familiyam. Bu yerda misol men ana примерно 15 mana avgust ana примерно necha qo'ysak bo'ladi? Xayrna 98 qo'yamiz. Bu yerda keyin agarki qiz bola bo'lsak jenskiy qo'yamiz, o'g'il bola bo'lsak mujskiy qo'yamiz. Bu yerda tanlaymiz avval. Birontasini tanlaymiz xolos. Listimi, inboximi, maildimi tanlaysiz. Bu yerda yozasiz. Masalan, men qarang, bu yerda o'zi yozdik, shu yerda o'zi chiqib keldi masalan. Yozsak agar ana bu mailni tanlaymiz, mana birontasini tanlaymiz. Mana Qayumov. Mana birontasini tanladik. Uje bu yerda nima bo'ldi? Mana qo'yamiz, bu yerda bo'lsa peni qo'yamiz. Uje tayyor bo'ldi biz nimamiz? Masalan, mail bo'lsa mailni tanlaymiz, keyin parolni qo'yamiz, chunki parolni qo'yish shart va zarur. Bu uje yashik stakim uymenimi juyistvet deyapti. Bu mening chunki shunaqa nom familiyam bor, registratsiya qilganman, shunday deyapti. Keling, lutchi boshqa nom olaylik. Misol Idibekni olaylik. Misol Idibek yozamiz. Mana yozamiz Idibek yozamiz. Keyin bir tarif qo'shamiz misolda. Ana bu mail tayyor bo'ldi. Hammasi tayyor, keyin parol so'raydi. Bu yerda parol so'raydi, parolga yozasiz masalan. Masalan www 123 mana 123 keyin 45 qo'yamiz. Mana nadejniy parol bo'ldi, juda ham bezopasni bo'ldi. Keyin agar buni bossak, уже bez sekreti bo'ladi, buni bossak ochiladi. Bu yerda esa подтверждение, shunga похож yozishimiz kerak-da. www shunga ko'chirib olamiz. 123 34 45 yozamiz mana. Уже bo'ldi. Hay bu yer hozir Tojikiston, kimki O'zbekiston bo'lsa bu yerda tanlaydi. Masalan, O'zbekistonni bilmadim endi qayerda bu. O'zbekiston qayerga? Hay xolos barodarlar, qayerdan bo'lsa-da, hay siz agar O'zbekistonda bo'lsangiz, O'zbekistonda yozasiz barodarlar. Bu yerda yozasizlarki, masalan, masalan bizning nomerda O'zbekistonda bo'lsangiz, O'zbekistonda nomerini qo'yasiz. Misol men hozir yozaman 908 77 65 45 54 bo'ldi. Keyin bu yerda yozamiz, registratsiyani tugmasini bosamiz. Bosgandan keyin bu yerda mana so'raydiki, kod должен отправление на номер. Men sizni nimangizga уже ketdi отправление deyapti. Уже sizga yuborildi shu nima dedi. Agar shu kod kelmasa sizga, siz neperishlarni yana bir marta bosasiz. Повторить qilasiz. Повторить qilgandan keyin yana sizga jo'natadi. Keladi keyin misol mana 123 45 продолжить qilasiz. Shuni продолжить qilasiz, уже sizni akkauntingiz подтвердит va keyin esa sizni registratsiya bo'ladi pochtangiz. Pochtangiz registratsiya bo'ladi, keyin siz bemalol ishingizni boshlayverasiz barodarlar. Ishingizni ketizdan bo'lasiz. Instagramga, Odnoklassnikka, Facebookka, Kontaktga, hamma joyga bu elektron pochta kerak barodarlar. Ishingizni ketizdan bo'lasiz keyin. Agar sizni endi faqat bu kompyuter bilan emas, u faqat telefon orqali ham registratsiya qilsa bo'ladi, telefon orqali ham ishlasa bo'ladi. Avval telefon orqali shunday registratsiya qilasiz mail.ru ga, mana bunday nimasi bor mana.
mail.ru ga kirasiz. Mana bunaqa mail.ru ga. mail.ru ga kirib, mana bunday nimaga kirasiz. Misol yozasizki, meni masalan ana mail.ru deb yozib, keyin kirasiz, registratsiya qilasiz. Mana xuddi menday. Registratsiya qilgandan keyin xullas siz hammasini mana shu hamma kod-podlarni siz 100% hamma nimalarga javob bergandan keyin agar mobilniy telefoningiz bo'lsa, Play Marketga kirasiz, mana shu nimani yozasiz masalan mana. Sabachka mail deb yozasiz yoki sabachka mail elektronik pochta deb yozsangiz chiqib keladi. Shuni keyin siz skachat qilib olasiz, ya'ni ustanovka qilib olasiz telefoningizga, keyin kirasiz, sizdan faqat void so'raydi, kirishni so'raydi, voidni so'raydi. Ana pochta, imya yashika и parol. Shu o'zingizda yozilgan mana shu nimangizni yozasiz va keyin parolingizni yozasiz. Yozganingizdan keyin ana kirib bemalol ishingizni bajaraverasiz. Agar kompyuter bilan ham bo'lsa, xuddi shunday. Kompyuterga ham kirasiz, masalan, yozasiz Google ga elektron pochta delia PK yoki kompyuter skachat besplatno yozasiz, skachat qilib olasiz birodarlar. Mana aziz birodarlar, bugungi videomiz, ya'ni bugungi mavzuyimiz faqat elektron pochta edi. Elektron pochtani sizlarga tushuntirdi. Meni fikrimcha tushunganlar tushunib bo'ldi. Juda ham oson va juda ham sodda tushuntirdim. Ana aziz birodarlar, yaxshi qolingizlar va bugun videoni tugatamiz. Sizlarga barori kor, ishlaringizga omad birodarlar. To didor birodarlar. Yaxshi qolingizlar. Bir narsa esimdan chiqib qoldi birodarlar. Bitta like, podpisat qilishni esingizdan chiqarmangizlar. Chunki bu sizlardan hech narsa ketmaydi. Bu bizning yangi kanalimiz. Bir yordam berib qo'ysalaringiz juda ham savob ishi bo'lardi. Keyin esa nimaki yordam kerak bo'lsa, kommentariyada qoldirlaringiz. Inshaalloh men sizlarga qo'limdan kelgancha yordam beraman birodarlar. Qo'limdan kelgancha, bu chunki universal kanal. Na balki ko'p narsaga yordam berishim mumkin. Hay birodarlar, to video yo'yanda.